To'yga bir kun qolganida Mohinur cho'riga sirni oshkor qilish fursati yetganini angladi. Men seni bir ish yuzasidan sotib olib, parvarish qildim. Sendan yaxshilik ko'rish umididaman. Agar umidimni ro'yobga chiqarar bo'lsang, ozod qilurman va o'lguncha opa-singil bo'lib yasharmiz. Seni o'z singlim deb bilib, eng yaxshi kuyovga uzatajakman. Mohinur cho'ridan javob kutar ekan, sirimga sherik qilishim to'g'rimi? Bundan bo'lak choram bormi deb ikki o't orasida qovurildi. Cho'ri ozodlik va'dasidan quvonib, bekasiga sodiq ekanligini, lozim bo'lsa jonini berarga tayyorligini aytdi. Bu ontni ko'zlari yongan holda aytgani sababli Mohinur unga ishonib so'z boshladi. Bilginki, mening boshimga og'ir savdo tushgan. Uyda yolg'iz qolgan kezimda bir nobakor badbaxt bostirib kirib, nomusimni barbod etgan. Bu xususda gunoh menda bo'lmasa ham, to'y kechasi sharmanda qilurlar. Sening menga ko'rsatadigan lutf ihsoning shundan iboratki, nikoh kechasi erim bilan yolg'iz qolgach, unga sharob ichirgayman. Sarxush holda yotgach, men ko'rpadan chiqqayman va senga kiyimlarni kiydirgayman. Sen esa mening o'rnimga ko'rpaga kirursan. Erim bokiraliging xususida ishonch topgach, izingga qaytursan va men o'z joyimni olgayman. To tirik ekanman, sening marhamatingni bir nafas ham unutmagayman. Kanizak bekasini sharmandalikdan qutqarishga qayta ont ichdi. Nikoh kechasi ham yetdi. Kuyov sharob ichib kirgan ekan. Nozli malagining qo'lidan ham ichgach sarxush bo'ldi. Nikoh bazmi boshlanganida Mohinur bir sabab ila tashqariga chiqishini aytib, yonib turgan moy chiroqni o'zi bilan olib oldi. Kiyim va bezaklarini kanizakka berib, ichkariga yo'lladi. O'zi ostonada o'g'ri mushuk kabi pusib o'tirdi. Kuyov nafsini qondirgach, yana bir piyola sharob ichdi-yu, mast uyquga ketdi. Vaqt o'tib, subhi kozibga oz fursat qolayotgan bo'lsa-da, kanizak chiqavermadi. Mohinur xavotir qaltirog'i bilan ichkariga kirib, uni o'rnidan tortdi. Vazifang bitdi. Meni lutfan qutqarding. Chiqaver endi, dedi pichirlab. Kanizak itoat etish o'rniga bir siltandi. Mo'ychiroq nurida uning ko'zlari chaqnab dediki, ey uyatsiz sharmanda, o'z nomusingni barbod berib, endi baxtiyorlik ko'shkini aldov yo'li bilan egallamoqchimisan? Men bu yigitga o'zimni bag'ishladimki, endi u mening erimdir. Erim va hojamni ikki qo'llab senga topshirar ekanmanmi? Ket bundan, yo'qsa el oldida sharmandangni chiqarurman. Pichirlab aytilgan so'zlar xuddi ilon bishillashi kabi eshitildi. Ko'zlar ham ilon ko'zlari kabi yoniq edi. Mohinur bir zum o'zini yo'qotdi. Sharmandalik va rasvolik jandasini kiyishing endi rost bo'ldi, degan jarangli ovoz quloqlari ostida jaranglab atrofga alangladi. Ovoz tashqaridan kelmagan. Bu yurakning nolasi edi. U najot istab atrofiga bir alanglab oldi. Najot qaydan bo'lsin? Najot yo'q. Sharmandali o'lim esa naqd edi. O'limdan qo'rqmasdi. Agar yaqin orada o'latga duch kelib, o'lajaksan degan xabar kelsa, onasi bilan diydor yaqinlashishdan quvonib, o'limni shahodat kalimasi ila qarshi olaverardi. U o'limdan emas, benomuslik isnotidan qo'rqayotgan edi. Ana shu qo'rquv uni itoatkorlik fazilatidan mahrum qilib, beshafqat zulm kuchi bilan quvvatlantirdi. Nomus azobidan bir ihrandi-yu, cho'rining kekirtagiga chang soldi. Bunday hujumni kutmagan kanizak o'zini himoya qila olmadi. Nozik barmoqlar go'yo temir amburga aylandi. Ozodlik va baxtiyorlik buluti ustida suzayotgan cho'rining jonini sug'urib oldi. Sarxush kuyov uyg'onmadi. Bundan foydalangan Mohinur cho'rining jasadini sudrab, o'tinxonaga olib chiqdi-da, mo'ychiroqni o'tinlar orasiga qo'yib, iziga qaytdi. O'tinxonadan alanga tillari ko'ringanda ham ko'rpadan chiqmadi. U uxlaganday yotaverdi. Odamlar uyg'onib, o'tni o'chirgunlaricha
jasad kuyib kul bo'ldi. Mohindurning siri shu kulga qo'shilib sovrilgan bo'lsa-da, ko'ngli yorishmadi. O'z siriga bandi bo'lib, siqilgan kuyi yashayverdi. Vaqt o'taverdi. Alloh unga farzand bermadi. Mohinur buni gunohlari uchun berilmish jazo deb bilib o'rtandi. Otasi qaytish qilgach, bu shaharga sig'may qoldi. Eridan taloq so'radi. Tug'mas xotin bilan yashashdan bezib yurgan er taloqni hayallatmadi. Mohinur shaharni tark etmoqni istardi. Biroq qayerga borishni, tirikchiligi qanday bo'lishini esa bilmas edi. Qayerga bormasin, mash'um xotiralari taqib etaverib yurishini, gunohlar to'rvasi yelkasidan tushmasligini fahm eta turib, qaylargadir bosh olib ketmog'i g'oyat ajablanarli edi. Boshberk ko'chada gangib yurgan kezlari tushida onasini ko'rdi. O'sha soy, o'sha tiniq suv. Qo'llarini soy tomon uzatadi. Suv esa undan qochadi. Nima qilarini bilmay turganida oppoq libosga o'ralgan onasi paydo bo'ldi. Bu safar uni yuvintirmadi. Poklanish yo'lini aytdi-yu, g'oyib bo'ldi. Gunohlardan forig' bo'lishni istar ekansan, avvalo o'z zimmangdagi farzni, haj ibodatini bajargaysan. Keyingi yildan boshlab esa necha kishining jonini olgan ekansan, har biri uchun alohida haj qilgaysan. Ota uyidan yo'lga chiqib, Ka'batullohga piyoda borgaysan. Ulovda yurmoqliging mumkin emas. Mohinur uyg'ondi-yu, cho'chimadi. Bu qanday g'aroyib tush bo'ldi, degan muammoni yechmoq qasdiga tushmadi. Tushida onasi aytgan gaplarni kum o'rnida qabul qildi. Hatto bir misqol miqdordagi yaxshilik Tangri taolo ajridan, hatto bir misqol miqdordagi zulm Allohning jazosidan qutulib qolmasligini bilgan banda tavbalarining qabul bo'lishi uchun haj safariga otlandi. Mohinur boshdan kechirgan mash'um voqealarni shayxga bayon etib bo'lgach, chuqur xo'rsindi-yu, jimib qoldi. Ko'p yillardan beri ezib kelayotgan dard yuki picha yengillashganday bo'ldi. Shayx esa eshitganlarga bir ishonib, bir ishonmay muttaasir holda turdi. Mohinur boshini ko'tarishga, uning ko'zlariga qarashga botina olmadi. Yanada past ovozda bayoniga yakun yasadi. O'shandan beri har yili Ka'batulloh sari otlanaman. Hozirga qadar 7 uchun haj qildim. Agar umrim vafo qilar bo'lsa, zimmamda yana 4 marta haj qilish vazifasi turibdi. Bayonimni eshitib, makr va hiylada senga tenglashtirgan kishi aslo bo'lmas, deb meni aybsitmoqqa haqlisiz. Men esam bu yo'lga meni nafsim chorlamadi. Nomus kuchimdan bu gunoh ishlarni qilmoqqa majbur edim. Men o'zimni oqlamoqqa haqli emasdirman. Siz muhtaram zotdan duo umididadirman. O'zga ilinjim yo'qdir. Jannat guli bayonida. Vazirni noxush kayfiyatda kuzatib qolgan shayx qo'lida aso tutgan qattiddol xotinni ko'rib, uning yaqinlashishini kutdi. Yoshi endigina 30dan oshgan bo'lishiga qaramay, kampir ko'rinishini olgan xotin Mohinur edi. Sahrodagi uchrashuvdan keyin har safar haj safariga otlanganida ham, qaytganida ham shayxni ziyorat qilib, uning duosini olar edi. Shayxning hisobiga ko'ra, Mohinur o'z farzini ado etgach, qatl etilgan 11 jon uchun alohida haj qilgan edi. Bu yilgi haj safari arafasida kelishi shayxni ajablantirsa-da, boshqa biron yumush bordir degan xayolda sabr qildi. Mohinur yaqinlashib salom bergach, ichkariga kirish taklifini rad etib, safar oldida duo talabida kelganligini bildirdi. Shayxning savol nazarida qarab qo'yganligini ko'rib, izoh berdi. Alloh yillar davomida mushkulimni oson qildi. Umrimni ziyoda qildi. Endi otam va onam uchun haj qilish niyati ko'nglimga tushdi. Yana Mohinur davomini aytishga iymanib bosh egdi. Erimni aldaganim gunohi ham yelkamda turibdi. Alloh baytini yana tavof etishni ixtiyor qilmish ekansan, borgil. Ammo yolg'iz piyoda emas, karvon ila birga borgil.
Bir mo'minga nikohlanib, tan mahraming ila borsang, durust bo'lar edi. Hazratim, nikohlanishga fursat bor, dedi Mohunur ko'zlarini yerga tikib. Erim uchun haj qilganimdan keyin men uchun nikohlanish fursati kelgan bo'ladi. Boshi ochiq ayolga qachon nikohlansa bo'lishini Alloh belgilab qo'ygan. Bandaning istagi bilan bo'lmaydi. Buni bilurman, ammo na qilayinki, shunday ahd ila ko'nglimni bog'labdirman. Siz aybsitmang. Alloh gunohkor etmasin. Shayx ahding durust emasdir degan ma'noda bosh chayqab qo'ydi-yu, qo'llarini duoga ochdi. Allohga munojot qildi. Mohunur qaytish oldidan bir gapni aytsammi yo aytmasammi deganday ikkilanib turdi. Shayx buni sezib, xayrlashishga shoshilmadi. Hazratim, dedi nihoyat Mohunur aytmoqqa jur'at etib. Menga biron bir holatning oldindan ayon bo'lmog'i maholdir. Biroq ko'nglim bir xayrni sezmoqdadir. Allohning marhamati bilan bu yil ham siz ila Kabatullohda ko'rishmoq baxti nasib etsa, ne ajab. Shayxning safar niyati yo'q edi. Shu bois javob bermoqqa taraddudlandi. Inshaalloh deyish bilan kifoyalandi. Hazratim, bog'ingizdagi gulni ehtiyot qiling. Latif shoxiga quzg'un qo'nishga yo'l bermang. Allohning o'zi mehribondir. Mohunur shunday deb shayxni taajjub to'riga o'rab ketdi. Keyingi ikki gapi ikki jumboq bo'lib, shayxning o'y xayolini o'g'irladi. Mohunur yana bu hoji xotin ogohlantirmasa ham bog'dagi gulga quzg'un nima ekan, g'ubor qo'nishiga yo'l qo'ymaydi. Shayx hovliga qaytdi-yu, savol nazari bilan peshvoz chiqqan nabirasiga tik qaramoqqa jur'ati yetmay nikohini olib qochdi. Ko'chadagi otliqlarga ko'zi tushgan Mo'minaning ko'ngli bir shumlikni sezib, bobosini xavotir ila kutib o'tirgan edi. Garchi kashta tikib o'tirganday bo'lsa-da, igna harakatdan to'xtagandi. Shayx qizning savol berishini kutmay, vazirning gapidan ogoh qildi. Mo'mina hozirning o'zida shoh saroyiga jo'natilayotganday qo'rqib ketdi. Nozik barmoqlari go'yo jonsizlandi. Harakatsiz turgan igna surilib tushib, sarg'imtir ipak ipga osilib qoldi. Voy sho'rim deb nola qilgisi keldi-yu, tili aylanmadi. Bobosidan taqdiring shu bo'lsa, na iloj. Allohga tavakkul degan yupanch so'zlarini kutib, qo'rquv oralagan yuragi battar potirladi. Shukrki, bobosi bunday demadi. Jannat bog'chasida tarbiya topib, voyaga yetmish qiz jannat gullarini hidlashga haqlidir. Inshaalloh. Pokiza gulning balchiqda belanishidan Allohning o'zi asragay. Shayx shunday degach, ichkariga kirmay, masjidga chiqib ketdi. Xuddi e'tikofda o'tirgan kabi shomga qadarli xonaqohdan jilmadi. Shom namoziga azon chaqirilgach, bitta xurmo bilan iftor qildi. Namozdan so'ng ham xonaqohni tark etmadi. Xufton namozidan so'ng ham zikru takbir ila mashg'ul bo'ldi. Kechaning yarmi o'tganda tahoratini yangilab, tahajjud va vitr namozlarini o'qidi. Allohga yana munojot etib, aziz nabirasining baxtini so'ragach, tashqariga chiqdi. Lekin uyi tomon yurmadi. Xayoliga kelgan najot rejasini amalga oshirish uchun qo'shni mahalla masjidiga yo'l oldi. Masjid kimsasiz edi. Shayx unda to'xtamay, keyingisiga qarab yurdi. 4-chi masjidga yetib, eshikdan ichkariga qaraganida moychiroqning zaif nuri ko'rindi. Shayx sharpa chiqarmay ostona hatladi. Mihrob qarshisida qa'dada o'tirgan yigitga ko'zi tushib, poygakda to'xtadi. Yigit qo'llarini ko'targanicha Allohga iltijo qilayotgan edi. Shayx duoning nihoyasiga yetishini kutdi. Yigit o'rnidan turgach, u ham qo'zg'aldi. Yigit poygakdagi shayxni ko'rib, ajablanganicha salom berdi. Shayx unga tikilganicha alik oldi-da, "Birodar, siz kimsiz?" deb so'radi. "Men Abdulloh turman. Bu shaharga musofirman. Bunga ne yumush ila keldingiz?" "Tirikchilik vajhidan." "Uylanganmisiz? Oilangiz bormi?" "Uylanmaganman. Ota yurtimda onam ila inim qolgandir. Alloh ko'nglimga soldiki,
masjidlarning birida iymon egasiga ro'para kelajakman va jannatda o'stirgan gulim unga nasib bo'lg'ay. Uylanmoq istagingiz bormidir? Istakku bor, ammo qo'l kaltadir. Cho'ntak esa g'oyat kambag'al. Abdulloh bu shaharga otlanmasidan avval ko'rgan tushida bir go'zalga yetishmog'i alomati anglatilgan edi. Bu kech munojat chog'ida ham yuragi nimanidir sezdi. Shayxning savolidan so'ng bu alomatlar bejiz emasligiga amin bo'lsa-da, kechinmalarini fosh etmadi. Kambag'al cho'ntagingizda qancha tanga bor? 14 dinor, dedi Abdulloh aybdor odam tovushida. Bu berar mahringiz uchun kifoyadir. Rizolik bo'lsa, men sizni kuyov qilurman. Ko'zimning oqi qorasi, nabira qizimning 3 qusuri bor. Birlamchisi so'qirdir, ikkilamchi saqovdir, uchlamchi oyoqlari sholdir. Bu qusurlarga qaramayin nikohingizga olar bo'lsangiz, Alloh sizga baxt qushini nasib etgay. Shayx shunday deb unga sinov nazari bilan tikildi. Abdulloh bu nigohga bas kelolmay yerga qaradi. Shayxning gaplari uni dovdiratib qo'ymadi. Ilm ahli uchun ma'lum bo'lgan bu sifatlar nimaga ishoraligi unga da ma'lum edi. Qizning ko'zlari ojizligi, nomahram nazaridan o'zini muhofaza etgani, soqovligi nomahram ila so'zlashmagani, sholligi noo'rin ostona hatlamaganidir. Shunday ekan, bu notanish kishi unga chindan ham jannat gulini va'da etayotibdi ekan. Abdullohning sukuti rizolik alomati bo'ldi. Shayx bundan qanoatlanib gapini davom ettirdi. Alhol nikoh o'qigimiz. So'ngra bomdodni o'qigach, yo'lga chiqib, ota yurtingizga qarab yurgaysiz. Zavjangizning bu shaharga qaytmog'iga, meni ziyorat etmog'iga zinhor ijozat bermagaysiz. Mening nabiramga uylanganingizni yaqinlaringizga ham oshkor etmagaysiz. So'raganlarga bir yetimchaga savob uchun uylandim desangiz kifoya. Zero bunda yolg'on yo'qdir.